Bishkekda kuch qo'llanib, uyali telefon bilan 10 ming so'm miqdorida pul tortib olgan 22 yoshdagi 2 nafar qiz ushlanganini shahar ichki ishlar boshqarmaligi bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, militsiyaga xuddi o'sha yoshdagi qiz uni soat 22 da Yosh gvardiya va Moskva ko'chalarining kesilishidan o'zi bilan tengkur 2 qiz kaltaklab tunab ketgani to'g'risida ariza bilan murojaat qilgan. Tezkor qidiruv ishlari natijasida to'novchilikda gumonlanib, Bishkekning yangi cheklaridan birida istiqomat qilgan Alina va Merim ismli qizlar ushlangan. Mazkur fakt bo'yicha hozirda tergov amallari boshlandi. Bishkekda 8-oilaviy shifokorlar markazining xodimlari haydovchilik guvohnomasini olish uchun tayyor tibbiy spravkalarni sotgan fakti bo'yicha jinoiy ish qo'zg'alganini Moliya politsiyasi bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, dalil xatlar tibbiy ko'rikning barcha turlaridan o'tganligini tasdiqlab, unga fuqaroning Respublika narkologiya va ruhiy salomatlik markazining ro'yxatida turmaganligini tasdiqlovchi qalbaki muhr bosilgan. Tekshiruv vaqtida mazkur shifokorlardan okulist, lor, xirurg, terapevt, nevropatolog va 2 markazning qalbaki muhrlari topilgan. Bu faktlar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'alib, hozirda xodimlar 1-May tuman sudining qarori bilan uy qamog'iga olindi. Tergov ishlari davom etmoqda. Markaziy saylov komissiyasi parlament sayloviga nomzod partiyalar garovga qo'ygan mablag'lardan 35 million so'm foyda topdi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Gulnora Batirova Azadliqqa bildirdi. Uning ta'kidlashicha, saylovda ishtirok etganlarning ichidan saylovchilarning 5% ovozini ola olmagan 7 partiyaning garov puli qaytarilmaydi. Mazkur chekdan o'tgan Qirg'iziston sotsial-demokratlar partiyasi, Qirg'iziston Respublika Atajurt, Birbol, Unugu Progress, Atamiken va butun Qirg'iziston emgak partiyalarining saylovda ishtirok etish uchun qo'ygan 5 million so'mlik garov puli qaytariladi. Parlament saylovi 4-oktyabrda o'tgan. Unda qatnashgan 14 partiyaning 6tasi g'oliblikka erishgan. Partiyalar targ'ibot ishlariga rasmiy turda 777 million so'm sarflashgan. Tahlilchilar norasmiy hisoblashga ko'ra, saylov tashviqotlariga 7,5 milliard so'm o'tkazilganini aytishmoqda. Qirg'izistonda asab kasalliklari bilan og'rigan bolalarning soni o'smoqda. Milliy statistika komitetining ma'lumoti bo'yicha yil boshidan beri o'lkada mazkur kasallikdan 18 go'dak vafot etgan. O'sh oblast bolalar kasalxonasiga o'tgan yili 1 yilda 600 ga yaqin bemor murojaat qilgan bo'lsa, joriy yilning 9 oy ichida 700 dan ortiq bemor davolanib chiqdi. Shifokorlarning ta'kidlashicha, joriy yilda oblastda asab kasalliklari bilan og'rigan bolalarning soni 15% ga o'sdi. Batafsil navbatdagi lavhada. O'sh viloyat bolalar shifoxonasining 55 o'ringa moslashtirilgan nevrologiya bo'limida bo'sh o'rin yo'q. Asab kasalliklarining ichidan DSP, miyaga suv qoplash va tug'ma nevrit bo'yicha murojaatlar ko'paymoqda. O'tgan 1 yilda 600 ga yaqin bemor murojaat qilsa, joriy yilning 9 oyi ichida 700 dan ortig'i davolanib chiqdi. Oq xalatlilarning ta'kidlashicha, bu yil viloyatda asab kasalliklari bilan jabrlangan bolalarning soni 15% ga o'sdi. Har turli faktorlarning negizinde o'ta ko'p faktorlar var. Ошол эненин оорусундан улам, кош бойлуу кезинде ооругандан улам, өзүнүн хронический оорулары бар болсо эненин, ошондой эле жана токсикоз деп коет, талактарда катык болуп, учурунда кан аз болгон аялдарда, жанагындай грипп, инфекциялар менен ооруган ошондой аялдарда көбүнчө нерв системасы бузулуп, ошо кыйналып төрөлүшөт. Shifokorlarning ta'kidlashicha, asab tizimining jabrlanishi xavfli kasallik. 15% gina ko'p yillik davolanishdan so'ng yaxshi bo'lib ketadi. Ko'p vaqtlarda nogiron bo'lib qolish ehtimoli ham bor. Bugungi kunda ona tug'ruq jarayonida yoki homilador davrida qiynalib qolgan vaqtda bolaning jarohat olganligi bois ushbu dardga uchragan bo'lishi mumkin. Qo'sh boyluu кезинде ооруп калган балдар, ошолордун баардыгы ыргалып отуруп 1 жашына келгенде эркек балдар жанагы баспай калышат. Ошолордун баардыгы майып деп биз аныкталып ДЦП деген диагноз коюлуп, анан биз выписка беребиз, ошондо майып деп аныкталгандан кийин жанагындай инвалидностька чыгарылат. Ушул балдар бизге көп эле келип жатат. 1 жылда бизде бир 20% балдар ошондой майып балдар келип жатат бизге. Tibbiyot xodimlarining ta'kidlashicha, bolalar orasida asab kasalligining avj olishiga onaning noto'g'ri ovqatlanishi ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Aniqroq aytganda, kimyoviy vositalar aralashgan oziq-ovqat mahsulotlari kasallikni keltirib chiqaradi. Shu bilan birga oqova suvdan foydalanish ham zararli. Bizning shu regionda toza suv bilan qamsiz bo'lib, aylik shtatlarda nachar.
Bolsa dagı bayağı тазасылы көчөгө чыккан, үйлөргө кирген эмес, башка. Шуның үчүн бүт бардыгы неме таза суу менен толук камсыз болгон эмес. Таза суу болбосо өзүңүз билесиз, искелте оорулары, энергия жугат, инфекциялык оорулар болгондон кийин энелерин аскан кандуулук болот. Ошонун негизинде балалар кемтиктүү атат. Bolalar orasida asab kasalligi respublika bo'yicha o'sdi. Milliy statistika komitetining ma'lumoti bo'yicha yil boshidan beri o'lkada mazkur illatdan 18 go'dak vafot etgan. O'sh xalqaro havo maydonida xavfsizlik choralari kuchaytirilib, yo'lovchi qatori ro'yxatdan o'tmagan kishilarni havo maydonining binosiga kiritishni taqiqladi. Bu haqda mazkur muassasa rahbarining o'rinbosari Azamat Qalmurzayev bildirdi. Hozirda tashqi va ichki qatnovlar bo'yicha uchishga kelgan yo'lovchilarning hujjatlari aeroport binosidan 30 metr olisda qurilgan to'siqdan tekshirilmoqda. Tez orada bu to'siqlarning eshiklari temir izlovchi kabi jihozlar bilan ta'minlanadi. Hozirda O'sh havo maydoni oy sayin 100 mingga yaqin yo'lovchini qabul qilib kuzatib boradi. Yo'lovchilar soni ko'payganligidan bino ichida odam sig'may qolgan vaqtlari ko'p. Havo maydoni 1973-yili qurilgan. Tojikiston terma jamoasi bilan bo'ladigan o'yinda Qirg'iziston jamoasi oq forma bilan o'yin maydoniga chiqishini Futbol federatsiyasining matbuot xizmati bildirdi. Bugun kechki soat 8da Bishkekning Do'li Umurzaqov nomidagi stadionida Qirg'iziston bilan Tojikiston terma jamoalari 2018-yili bo'ladigan jahon chempionatining tanlov turi asosida bellashadi. Chorshanba kuni Qirg'iziston bilan Tojikiston terma jamoasi vakillarining yig'ini bo'ldi. Unda ikki davlat jamoalari o'z formalari bilan o'ynashi bo'yicha qaror qabul qilingan. Qirg'izistonlik futbolchilar oq, tojikistonliklar qizil forma kiyib o'ynaydi. Agar Tojikiston g'oliblikni ta'minlasa, B guruhida 3-o'rinni egallaydi. O'yin toshi Qirg'iziston hisobiga og'sa, 2-o'rin bilan ta'minlanadi. B guruhining lideri bo'lib Avstraliya terma jamoasi hisoblanadi. Yevropalik fuqarolar Facebook kompaniyasini sayt qo'llanuvchilarining huquqini buzyapti degan da'vo bilan sudga murojaat qilishgan. Ularning arizasida mazkur tarmoqning xodimlari foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumot va bildiruvlarini AQShga yuborib, qonunni buzishmoqda deb yozishgan. Bu bo'yicha Lyuksemburgda o'tgan sud jarayonida mazkur kompaniya tomonidan Amerikaga yuboriladigan ma'lumotlarga cheklovlar kiritilsin degan hukm chiqarilgan. Yevrokomissiyaning birinchi vitse-prezidenti Facebook kompaniyasi ustidan chiqargan sud hukmini ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining huquqi va ularning shaxsiy ma'lumotlarini saqlashning dastlabki bosqichi ekanini ma'lum qildi. Bundan biroz avval Yevropa sudi Lyuksemburgda yig'ilishda Facebook kompaniyasi ustidan sayt foydalanuvchilarining ma'lumotlarini AQSh va Yevroittifoqqa yetkazishga cheklovlar kiritilsin degan hukm chiqargan. Bunday hukm faqat Facebookka emas, boshqa ijtimoiy tarmoqlarga ham aloqador ekanini qo'shimcha qilgan. Biroq bu qarorni AQSh bilan Yevrosoyuz vakillari yaroqsiz deb topishdi. Sud sayt qo'llanuvchilarining jeki ma'lumotlarini beruvda qo'psizlik choralarini da qaror kerakligini eskartgan. Sud hukmi nomalarning yuborilishini to'liq taqiqlay olmaydi, biroq qanday narsalar yuborilayotganini hukumat vakillari nazorat qilib boradi. Bu holat ba'zilar biznesiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bu ish bo'yicha dastlab yuridik oliygohning talabasi Max Schrems Facebookka qarshi da'vo bilan sudga murojaat qilgan. Uning arizasida mazkur tarmoq vakillari ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining shaxsiy ma'lumotlarini amerikalik serverlarga yuborishadi. Ular AQShning maxsus xodimlariga ham ketishi mumkin. Kompaniya fuqarolar huquqini buzmoqda deb yozilgan edi. Biz AQSh biligi bilan ishlashganmiz. Biroq Yevropaliklardan jeki ma'lumotlarini berib, ularga javob jaratgan emasmiz. Amerika bilan bundan narida mizamda ishlashaveramiz deb o'ylayman. Anda jarandlardan qo'psizlik bo'yicha yangi sxemalarni tuzamiz. Bunday aybga Facebook kompaniyasining yuristlari ularga qo'yilayotgan da'vo asossiz ekanini ma'lum qilishdi.